Qolgan ishga qor yog'ar. Demak, diqqatingizni jamlang. Eslashga harakat qilib ko'ring. Bu nima bo'lishi mumkin? Javoblarni Javobi nima ekan? A. Poli tushlar. B. Mevalar va D esa yumshakli o'simliklar. To'g'ri javobni topsangiz, keyingi bosqichga o'tasiz. Xo'sh, javoblarni kutib qolamiz. Astag'firulloh. Hurmatli tomoshabinlar, sizlar Azonni ovozini eshitmayapsizlarmi? o'yinimizda faol ishtirok Qani etib, bo'ling, borib tahoratingizni oling. So'ng namozingizni o'qing. Lekin oyijon, televizorda hali azon chaqirilmadi-ku. javobimiz Azon ovozini eshitgan zahoti ibodatga shoshilishimiz kerak-ra. demak bu Televizorda aytilmasa ham quyosh botganida shom vaqti kirgan bo'ladi. O, shunaqami? Bo'la qolar-a. Bo'pti, tahorat olish kerak. Tabriklayman. Siz so'nggi Voh, bosqichga o'tdingiz. akajon, so'nggi bosqich boshlandi. Voy, so'nggi bosqich. Qo'yil. Bolalar, Xo'p, oyijon. Ra, ketdik. Jumboqlar shu ustiga qoladi-da. Nusa, kech bo'lsa ham televizor ko'ryapsan, o'g'lim? Uy vazifalaringni bajardingmi? Suralarni takrorlashni ham unutmagin, xo'pmi? Xo'p bo'ladi, oyijon. Yana ozgina ko'ray. Axir bugun dam olish kuni-ku. Rara, poyafzalingni maktabga tayyorlashni unutma, qizim. Xo'p, oyijon. Haliroq tayyorlayman. Juda qiziq-a? Ha? Astagfirulloh. Uyga vazifam. Uni qilishni unutibman-ku. Voy, poyabzalim. Ular qo'l-ku. Oyijon, iltimos bizni kechiring. Boshqa qaytarilmaydi. Dam olish kuni bo'lgani uchun dangasalik qilibmiz. Kecha sizlarga eslatsam ham kechroq qilamiz deb vaqtni cho'zdingiz. Buxoriy hadislaridan birida odamlarni adashtirishi mumkin bo'lgan ikkita ne'mat haqida so'z boradi. O'sha hadis yodingizdami? Ular nima edi? Salomatlik va bo'sh vaqtmi? Ha, buni yaxshi bilasan. Endi bunga amal qilgin, xo'pmi? U holda bo'sh vaqtimiz bizni chalg'itibdi-da. Astagfirulloh al-azim. Shayton bizni chalg'itibdi, akajon. Oyijon, poyabzalimni quritishda yordam bering. Menga ham uyga vazifamni bajarishimda yordam bering. Yo'q. Men ham juda charchadim. Oyingizni uyqusi kelyapti. Avval biroz uxlab olay. Oyijon. Iltimos. Unday demas. Unday demang. Rara, sen mendan keyin. Nega endi? Men birinchi bo'lib so'radim. Qarang, poyabzalim ho'l bo'lib ketgan. Men uyga vazifamni birinchi bo'lib bajarishim kerak. Yo'q, men birinchi. Men birinchi. Oyijon, 3-masalani savoliga tushunmadim. Oyijon. Bo'pti. Ikkovingizga yordam beraman. Qolgan ishga qor yog'ar. Ushbu multfilm Porloq media buyurtmasiga ko'ra Registon telekanali uchun o'zbek tiliga o'girildi. E'tiboringiz uchun rahmat.